Hoy shoshmang, o'tkazib yuborishga shoshilmang. Bugun sizlar bilan ayollar sumkasida bo'lishi kerak bo'lgan 5 ta mahsulot haqida gaplashamiz. 5-inchisi eng muhimi men uchun. Qani ko'ramiz, sumkamizni ochamiz. Xo'sh, birinchi narsamiz bu ko'zgu. Sababi ko'zgu sizni har qanday joyda o'zingizga bo'lgan ishonchingizni ortishiga yordam beradi. Ikkinchi mahsulotimiz esa bu lab bo'yog'i. Eshitishim bo'yicha o'ziga ishongan ayollarning sumkasida har doim lab bo'yog'i bo'lishi kerak ekan. Xo'sh, siz qanaqa o'ylaysiz? Qani endi ko'ramiz. 3-inchisi bu albatta tana va soch spreyi. Men Semili brendining soch spreyini tanlayman. Uni hidi o'tkir emas, atrofdagi insonlarga hech ham ziyon yetkazmagan holda o'zingizdan yoqimli hid taralishini ta'minlaydi. 4-inchisi esa bu albatta pul. Ayollarga pul qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi, to'g'rimi ayollar? Xo'p, endi ko'ramiz. 5-mahsulotimiz bu plastik karta. Bittagina qo'ng'iroq bilan plastik kartangizda 5 daqiqada million pullar paydo bo'lishi mumkin. Xo'sh, yana nimalarimiz qolib ketdi? Kommentariyada yozib qoldiring.